men jalabman, men shunaqaman, nima deydi. Menga agar men shu videolarning orqasidan xalq ko'ziga bo'q bo'lib ko'rinadigan bo'lsam, Ha, aliment to'lamasangiz bo'ldi. Ana 15 sutkaga kirib ketmang endi, meni jahlimni chiqarmang. Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. Вот этот mujik, ma'no hayajonlanganimdan videoga olsam, u boshidan boshlab telefonni videoga olgan ekan. Kimdir голосi olib turgan telefonni, bilmayman, uni o'ynashni olganmi. Xullas, makash qo'ydim hozir. Videoga olibdilar. Mujik bilganingni qil deb chiqyaptilar. Bo'ldi. Bildik, что shantaj qilgani videoga olyapsiz. Bildik, ha, men jalabman, men shunaqaman, nima deydi, yengiltakman-da. O'shaning uchun mana shunaqa omadli, yaxshi inson bo'lib yuribmiz. Ha, biz nima deydi, biz bilamiz-ku, sizni qanaqaligingizni. Bo'ldi, endi tinchlaning. Ha, men o'shanaqa xiyonatkorman, ha, men qapajman. Ha, aliment to'lamasangiz bo'ldi. Ana 15 sutkaga kirib ketmang endi, meni jahlimni chiqarmang. Telegramda gaplashinglar, shuni hammasini Telegramda bilaman men. Seni yomonlamadi o'tirishgan. Mana hech kimni yomonlamadim. Gapirmadi. Sen agar ben qara. Eshitsan? Eshitaman. Sen agar aqling yetsa, seni otib gapirgan unaqa deydi. Bunaqa qilib. Men hech nima necha narsa gapirmadim. Alimentni bermaydi dedim, bo'l. Nimaga bermayotganimni aytmadingmi? Bilmadim, endi sizlar yaxshi yuribsizlar. Nimaga bermayapsiz? Sen ben shuncha yillar yashaganim, necha o'tiradi, endi hali 2 oydan beri normal yurganim, bu senga tegib ketyaptimi? Shuncha yil siz ana nima deydi, g'urbat g'animatda yashagansiz, biz kayf qilib yashaganmiz. Sen bilan qanaqa yashadim? Men kayf qilib yashadimmi? Sen kimligingni bilib turib, seni sifatligingni bilib turib, men kayf qilib yashadimmi? Hech. Qanaqa gaplashib kerak sen bilan? Qanaqa gaplashib? O'zingiz Sen mening intervyumni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Nima deganman? Kambag'allikda chiqqan qiz, tipa to'ydirib bo'lmaydi, uni degandek qilsiz-ku. Och bo'ladi-da, och bo'ladi ko'pchilik. Senga yetilmagan u narsani. Senga yetilganmi? Yo'q. Menga yetilgan shekil. Sen tupaya. Sen tupayasan. Это ты tupой. Sen tupayasan. Intervyu berganingizda men chidab o'tirdim-ku, shuncha adreskalaringiz tarqab, kayf qilib, 1-2 oydan beri kayf qilib yuribsiz, oqibatlarni olib. Nimaga endi haqiqatni gapirganimni chidolmayapsiz? Bu yerda nimadir bo'ldim, bitta aliment berilmadi dedi. Icho. Qani sizning haqiqat? Alimentni men bermadim. Men bermadimmi, siz bermadingizmi? Bu boshqa narsa-ku. Bu ajrashishingga sabab emas-ku. Ajralish u tema o'tib ketdi. Bu yerda hozir просто aliment bermaydi, bo'ldi deyildi, bo'ldi. Даже mana aliment bosib, menga MIPdan telefon qilishadi. Keyin nima qilaylik, bosinglarmi deyshadi. Keyin yo'q, men ishim bo'layotgani yo'q, men kutib yuribman. Men tomonga qanaqadir video chiqaradigan bo'lsang, oilangni bir bola sirlarini olib chiqaman. Ko'pini gapirmadim, 100 dan birini gapirmaganman deb chiroyli qilib yozib qo'yibsan, ugrajat qilib menga. O'sqirt yana bir marta senga aytyapman. Menga agar men shu videolarning orqasidan xalq ko'ziga bo'q bo'lib ko'rinadigan bo'lsam, mayli bo'q bo'lib ko'rina qoling, bir marta o'tadi, ketadi. Gapirar, bir hafta, 10 kun, bir oy gapirar gapiga. Lekin seni isqirtligingni men keltirib o'tib ketaman.